Hurmatli akalarim, Nexi 2 ni tinig'i kelib qoldi. 2013-yil 1.5 gibrid motorda. Mashinamizni probegi 157 ming kilometr. Xo'p, kraskasiga kelsak, kraskasi 3ta uzog'i joyida, kichkina petnosi bor ekan, seriozniy udari yo'q. Akalar, mashinamizda 4 ta yaxshi yumshoq balolar qo'yib qo'yilgan, metan gazlari bor, sostenasi ideal, cho'tki holatda bo'lib turibdi. Qarab, akkuratni haydalgan mashina, akalar kira qilmagan, prosta o'zligini ishligi bilan haydab yurib, ishga borib, ishga kelgan mashina. Xudo xolasa probeglari ham halol, bemalol ko'rib tekshirtirib olsangiz bo'ladi. Sostenasi ham zo'r holatda bo'lib turibdi. Hozir men sizlarga salonlarni ko'rsataman. Metan gazlari ham bor akalar. Haydashingizga tayyor. Mashinamizni salonlar, ashkalarni ko'rishingiz mumkin. Ashkalari ham cho'tki holatda bo'lib turibdi. Bu yoqda mana sidinalar akalar. Bu yoqda oldi sidinalari, torpedkalari yaxshi holatda bo'lib turibdi. Mashina xudo xolasa haydashingizga tayyor. Egalarning nomerini pastda qoldiramiz. Bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Akalar, biz bu mashinamizni sizlarga $3950 ga berib yuboramiz.